Yakın sumkalar yakın pullardı. Dolar ham tushib qodir men aka mashinada uring. Ey молодец. Yana. Qazbek, qara king atas kim? Islom. Islom aka. Bir ay qatnadingiz lekin, Islom aka? Assalomu alaykum, Avtoral 111 obunachilamiz, qadrli yurtdoshlar, xudo xolasa Avtoral 111da bugun navbatdagi savdomiz Cobalt 2025-yil. Midnight Cobaltimiz bo'ldi. Bugun 11-noyabr 2025-yil. Islombek aka, mashinaning narxi qancha bo'ldi? 162. 162 million so'm bo'ldi. 500 kilometrmi? 500 kilometr yurib turibdi. Yaxshi kunlargami? To'ylargami? Bundan ham zo'rlar nasib etsin. Biratim bir salonga yozilajaq bo'ldi, bir bizlardan ajaq bo'ldi. Hadi kelib ketdi, solishtirdingiz, boshqa etdingiz. Narx nova, muomala nechik? Zo'r berdi. Bo'ladimi? Sizning o'zi mashinangizdan men sotib berishim kerak-da. Hozir nechanchi mashina bo'ldi, xudo xolasa? Ikkinchi mashinada bu, olish. Şimdi endi mashalasidan menga mashina sotmay turibsiz. Yaxshi kunlargami? Xayrni ko'ring, o'zi moliba taqoqlar aylansin. Bemalol kelaverasizlar, xudo xolasa naqd pul bo'laton bo'ldi. Iris obrisovka tumankasini qara, tining nelari bilan irislar qo'yilgan, obrisovkalar, brizgoyklar hamma narsalar qo'yilgan. Mashinamiz 100% garantiyali. 558 kilometr yurgan ekan, 558 kilometr. Paket masla, poliklar tashalgan. Birinchi nomerlari olingan. Zakonniy baho. Bemalol kelaverasizlar, xudo xolasa Avtoral 111da xizmatdamiz. Narx barter avtokredit asosida savdo qilamiz. Hamma mashinalarimizdan bor. Bizga obuna bo'lib, xudo xolasa podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysangizlar, shunday zo'r baholardan qo'rqamizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bir like ersa shu baho, bir likelarni bosib ketasizlar, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.